G'azo ahli O'rta Osiyolik musulmonlardan minnatdor. Chunki O'rta Osiyolik musulmonlar G'azzodagi voqealar boshlangandan buyon G'azzodagi musulmonlar uchun befarq bo'lishmadi. Xoh ular O'zbekistonlik, xoh ular Qirg'izistonlik, xoh ular Qozog'istonlik, xoh ular Tojikistonlik yoki boshqa diyordan bo'lsa. Albatta, O'rta Osiyolik musulmonlar G'azzodagi musulmon qardoshlari uchun juda katta yordamlar ulashdi va ulashib kelishyapti. Shuningdek, G'azzodagi musulmonlar ham bildiki, O'rta Osiyodagi musulmonlar musulmon ummati uchun qay darajada birlasha olganini, musulmon ummati uchun qay daraja yordamga shay bo'lganini bilishdi. Va Allohga hamd bo'lsin. Bizlar ham Muraqablar Hayriya jamoasi o'laroq O'rta Osiyolik musulmon qardoshlarimizdan kelayotgan, asosan O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Tojikistonlik birodarlarimizdan kelayotgan yordamlarni G'azzo ahli uchun tezkor shaklda ulashishga davom etyapmiz. Va har bir ulashayotganimizda bu birodarlarimiz bilishadiki, G'azzodagi musulmonlar biladiki, O'rta Osiyolik musulmonlardan yordam kelayotganini. Har safar musulmonlardan, O'rta Osiyolik musulmonlardan yordamlar yetib borar ekan, ularning haqqiga duolar qilishadi. Albatta, mazlum bilan Allohning o'rtasida hech qanday bir to'siq yo'q. Mazlumning duosi qabul bo'ladi. Endi G'azzodagi yuzlarcha, yuz minglarcha mazlumlar O'rta Osiyolik musulmonlarning haqqiga duolar qilishyapti. Chunki aytib o'tganimdek, O'rta Osiyodagi musulmonlar G'azzodagi musulmon qardoshlarni tashlab qo'yishmadi. Befarq bo'lishmadi. Ularga yordam berishyapti va yordamlarni davom ettirishyapti. Alloh taolo ihson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo musulmon ummatini birlashtirsin. Va bizlar ham mana bunday ihsonlar evaziga G'azzodagi musulmon qardoshlarimiz uchun ko'rtirganlardek mana bunday issiq taomlarni tayyorlab G'azzodagi yuzlarcha oilalar uchun ulashtiryapmiz. Va ular albatta qorni to'yib mana bunday taomlarni yeyishar ekan, ihsonkorlar haqqiga duo qilishyapti. Alloh taolo mana shunday mazlumlarni qorni to'yg'izayotgan, ularga issiq taomlar ulashayotgan aka-uka, opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Islomda hech qanday millatchilik yo'q. Xoh u o'zbek bo'lsin, xoh u qirg'iz bo'lsin, xoh u qozoq yoki tojik bo'lsin. Islomda faqatgina ikki din, ikkitaga millat bor. Biri islom, musulmon millati, ikkinchisi kufr millati. Shu kunga kelib musulmonlar G'azzo uchun birlashyapti. Ha, albatta befarq bo'layotgan musulmonlar ham bor, lekin befarq bo'lmagan yuzlarcha, yuz minglarcha musulmon qardoshlarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz bor. Ular G'azzodagi musulmon qardoshlari uchun kun-tun qayg'urishyapti. Ular uchun mollardan ihson qilishyapti. Ularning haqqiga duo qilishyapti. Shuningdek, G'azzodagi musulmonlar ham ihson qilayotgan aka-uka, opa-singillarimizga har doim eslab, ularning haqlariga duo qilishyapti. Alloh taolo islom ummatini birlashtirsin. Alloh taolo G'azzodagi musulmon qardoshlarimizga, Falastindagi muqaddas diyorimizga Alloh taolo ofiyat bersin. U yerdagi zolimlarni, yahudlarni Alloh taolo yakson qilsin va musulmonlarni diyorlardan chiqarib tashlasin. Alloh taolo sizlardan va bizlardan rozi bo'lsin. Alloh taolo sizlarni va bizlarni Firdavs va Naim jannatlar bilan mukofotlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.